Bugun 31-dekabr svet o'chmaydigan kun, bir narsadan qo'rqib qolganda hamma zo'r ko'rsatuvlar bir paytda bo'ladigan kun, banan bilan tort yeyiladigan kun, O'zbekistonda hech ham qor yog'maydigan kun, yana qorsiz bayram, bo'ydoqlarga qorqishsiz bayram. Lekin bugun yesak bo'ladi. Bugun mana kindigimiz alohida bo'lib qolgancha burnimiz atrofiga kelgan luboy narsani og'izga solib birinchi reys bilan oshqozonga jo'natib yuboramiz. Studentlar sizlar aynisi va shu qo'lga tushgan luboy narsani og'izga solinglar bugun. Keyin o'qishga qaytib kelish bor. Tushunasizlar? Endi yeyish ekan deb turib bir yo'qlarigi skoriyda o'tirgan opalar smenasini normalni kutib olmasligiga harakat qilib olmanglar, chunki bu yerda ham mana sistema. Qancha ko'p yesalar shu atrofga qilishga to'g'ri keladi keyinchalik. Qorin og'rishi bor. Maktab o'quvchilar sizlar bugungi kunni mahkam eslab qolinglar. Chunki maktabga qaytganinglarda 57 yildan beri beriladigan savol bor, yozgi ta'til qanday o'tdi degan. Ashunga bir dadam bilan zapravkada o'chirib kutib o'tkazardim demasdan, yaxshiroq narsalar haqida aytib beringlar bugungi kun haqida. Bang'alab o'tganinglarda aytmanglar, chunki chiqishdan oldin qo'rqib qo'ygansizlar, otmayman deb turib. Ichib olib Qorbobodi qor qizing qani deb urush bo'lmasin lekin. Chunki qor qizi bo'lganda u uyda o'tirar edi.